Chevarchilik qilmoqchiman, aka. Nimaga? Chevarlar hamma joyni egallabdi hozir. Boshqa ish qolmabdimi qiladigan? Kostyum tikmoqchimisan endi? Chevarchilikni qayga borib o'rganmoqchisan shu topda, mana shu yoshda? Namangonda o'rganaman. Eng zo'r chevarlar Namangonda bo'lsa, dunyoni Namangonni chevarlari qo'lga olib turibdi hozir. Ozgina o'rganib olsam bo'ldi. Inakinchi. Ish topilaveradi. Qirg'izdami, Rossiyadami? Yamachbey, menga ham o'rgatisharmikin? Davay aka, birga o'rganamiz borib. Qayda? Namangonda o'rganamizda, Namangonda chevarxona ko'p.